Assalomu alaykum. Sizlarga yana bitta video qilishimdan maqsad mana bunaqa Xitoy invertori. Mana xuddi mana shunday korobka, upakovkada kelgan kitayskiy invertor. Buni olishlaringizni maslahat bermayman. Hozir nima uchunligini ham aytib o'taman sizlarga. Bu invertor akkumulyatordan tokni olib 220 volt qilib sizga nima uchun kerak? Shu 220 volt o'sha narsalarga ishlatishingiz uchun kerak bo'ladi. Hozir buni ochamiz, ichini ochamiz. 1600 watt, 1,5 kilowatt yo'qdi. 1,5 kilowattni tortadi mana shu invertorcha degani. 1,5 kilowatt tok berish kerak mana shu 1600 watt degani. Endi mana o'zimda ham bor. Eskisi mana 500 watt. 500 watt bu yangisi 1,5 kilowatt. Bundan 3 barobar kattaroq bo'lyapti. Mana shu. Lekin buni nima uchun olmanglar deyishimning sababi bu oddiy akfa lampochkani, hozir men ko'rsataman. Oddiy mana shu lampochkani 3 donasini yoqyapti, 3 donasini. Bo'ldi. 4-lampochkasini yoqsa o'chib qolyapti. U hozirgi lampochka 10 watt. Lampochka 10 watt. Bir dona lampochka 10 watt. 4 ta lampochka yoqsa 40 watt bo'lyapti. Mana shu 4 ta lampochkani yoqsa bu o'chib qolyapti. 4 ta lampochkani yoqa olmayapti. Lekin bu yerda 1600 watt yozilgan. 1600 watt yozilgan. O'zi 40 wattni yoqa olmayapti, ko'tara olmayapti. 40 wattga zo'r yetmayapti. Mana bu bilan men bemalol televizorni yoqardi, lampochkalarni yoqardi, hattoki fenni yoqardi. Bu o'sha soch quritadigan fenni yoqardi. Birinchi skors issiqligini ham ko'tarar edi. O'sha 400 watt shunaqa bo'lib qoladi. U issiqligini yoqsa, birinchi skorsini yoqsa. O'zi fen 900 watt. Soch quritadigan fen 900 watt. O'sha birinchi skors issiqligini bu ko'tarar edi. Keyin akkumulyatorni ham o'ldirmas edi, zaryadini yemas edi uncha. Lekin bu akkumulyatorni ham o'ldiryapti, bu yoqqa tokni ham olib bera olmayapti. Yangi bu holi korobka. Shunday ochdim, ishlatdim. Sirazi qaytib joyiga soldim. Chunki bu umuman ishlamaydi. 4 dona akfa lampochkani yoqsa bu umuman keraksiz narsa deyapti. Akkumulyatorni ham o'ldiryapti. 12 voltlik 60 amper. O'sha mashina akkumulyatorni ham o'ldiryapti bu. Shu uchun buni olishlaringizni tavsiya qilmayman. Buni men uzun marketdan oldim. Iloji bo'lsa sizlar ham xuddi mana shu narsani olmanglar. Hozir men buni o'zini ham chiqarib ko'rsataman joyidan. Mana shunaqa narsa kim olmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu narsa bundan olmasin. Mana yangi. Mana bu yoqda ekranchasi bor, knopkalari bor. Lekin ko'rinishidan juda ham yaxshiga o'xshaydi. Ko'rinishidan. Mana 12 volt. Bu ham mana bu eskisi. Bu ancha eski bu. Lekin shunga qaramay, ham bu ekonomishni eskisi, ham ko'proq lampochka yoqyapti. Lekin bu 500 watt, yarim kilowatt. Bu bo'lsa 1,5 kilowatt. Lekin buni ishini qila olmayapti. Men buni nima uchun sotib oldim? Chunki sotib olishga majbur bo'ldim. Mana bu kuydi. Bu uyga ulangan edi. Tok kelgan vaqti bunga 220 keldi yuqoridan transformatordan, bu kuyib qoldi. Shu uchun buni boshqa oldim. Endi buni qaytarib topshiraman. Bu kerak emas. Shuni o'zini taxlataman. Hammaga rahmat ko'rganlaringiz uchun. Iloji bo'lsa bundan xarid qilmanglar. Mana shu xuddi mana shu narsani o'zini. Boshqalarini bilmadim. Men boshqalarini tavsiya qilmayman. Ishlatib ham ko'rganim yo'q boshqalarini.
har kim o'zi biladi, lekin mana shu narsa bu brak ekan, bu umuman bo'lmaydigan narsa ekan. Buni qaytarib bitib topshiraman joyiga. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, ishlaringizga omad.